Hammaga salom, sizlar Shahzoda Diyorov kanalidasizlar va bugungi videoimda mana bunaqa fleshka yordamida Windows 10 operatsion sistemasini notebookga yoki kompyuterga uстановка qilib ko'rib chiqamiz. Oldingi videoda esinglarda bo'lsa, fleshkaga Windows 10 ni загрузочный versiyasini yozgandik, Windows 10 Ultra ISO va bugun uстановка qilamiz. Mana fleshkani notebookga tiqaman va biz kompyuterni перезагрузка qilishimiz kerak va bizni BIOS menyusiga kirishimiz kerak. Buning uchun hamma kompyuterda har xil bo'ladi. Bir xil kompyuterlarda F2 ni bosib tursa kiradi, bir xil kompyuterlarda Escape ni bosib tursa kiradi. Meni kompyuterimda Escape ni bosish kerak. Перезагрузкani bosdim. Hozir kompyuter yonayotganda, og'zini eshitayotgan bo'lsanglar, Escape ni bosib turibman. Kompyuter yonayotganda. Mana BIOSim bunaqa ko'rinishda. Sizlarda boshqacha chiqishi ham mumkin, lekin yo'q. Otlariga qarab bemalol o'sha o'zingizga kerakli joy topsanglar bo'ladi. Bizga boot menu kerak bo'ladi. Sizlarda ham o'sha agar sizlarda hozir rasmi chiqadi, BIOSlarning ko'rinishi shunaqa bo'lsa, o'tda ham boot menu degan joyi bor. Kirasizlar. Men bu holatda F9 ni bosishim kerak ekan. F9 ni bosdim va bu yerda aytayapti mana OS Boot Manager UEFI Windows bu meni o'zimni kompyuterimda turgan o'sha SSD накопитель, ya'ni o'sha eski Windows'im mana shu turibdi. Men USB hard drive UEFI MXT USB bu men hozir kompyuterga tiqgan fleshkam. Bizni hozir aytayapti nima orqali kompyuter yoqiyapti. Agar men birinchi turgan SSD diskim orqali kompyuter yoqish tanlasam, uning ichida o'zimning Windows'im yozilgan va shu Windows orqali kiriladi. USB orqali tanlasam, hozir USB ning ichida turgan Windows 10 ni uстановка qiladigan joyga kiradi. Sizlarda men hozir enter bossam o'zi tanlaydi, sizlarda unaqa bo'lmaydi. Agar sizlarda ham bu rasmda chiqqandek bo'lsa, sizlar unda shu USB larni topishingiz kerak va F5, F6 orqali uni tepaga o'tkazishingiz kerak. Tepaga o'tkazib, keyin F10 ni bossanglar saqlanib bo'ladi. Men enter bosaman holatimda. Va mana sizlarda bunaqa oyna chiqadi. Endi bu yerda mishka ishlaydi. Mana mishka ishlayapti. Bu yerda o'zingizga kerakli bo'lgan nastroykani tanlaysizlar. Mana Windows 10 qaysi tilda bo'lsin deyapti, rus tili. Biz boshida oldingi videoda esinglarda bo'lsa rus tilini tanlaganmiz. Va bu yerda mana format время и денежные единицы deyapti. Buni hozir o'zgartirsanglar ham bo'ladi. Keyinchalik shu Windows uстановка bo'lgandan keyin o'zgartirib olsanglar ham bo'ladi. Bu hech qanaqa qiyin tomoni yo'q. Dalini bosamiz va bu yerda so'raydi, uстановка qilaymi deyapti. Da. И kutamiz uстановка qilishni. Windows'imizni to'g'rilab olishimiz uchun har xil savollar beradi. Mana shunaqa qonun qoidamiz bor. Shunga rozimisan deyapti. Hechqan bosasizlar, dalini bosasizlar. Va bu yerda so'rayapti, Windows'ni обновить qilmoqchimisan yoki hamma narsani o'chirib tashlab turib, boshidan Windows yozmoqchimisan deyapti. Обновить qilmoqchi bo'lsangiz buni tanlaysizlar. Mana bizning holatimizda hozir videoda biz boshidan Windows uстановка qilmoqchimiz. Windows ila qo'ldochilik va bu yerda disklar turibdi. A few moments later. Va qaranglar, bu yerda mana bunaqa vaziyat chiqib qoldi. Eski Windows'im mamta turgan bo'lsa, bunga aytayapti, невозможно установить Windows Razor balovatar deyapti. Biz bunga o'tkazishimiz kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Mana bu endi o'zi uchalasi bitta disk, SSD накопитель uchalasi nima kompyuterni avtomatik bo'lib olgan. Sizlarda ham shunaqa bo'lishi mumkin yoki unaqa bo'lmasligi mumkin. Sizlarda bitta mana turgan bo'lishi mumkin, dali yoqib turgan bo'lishi mumkin. Menda dali hozir ishlamayapti, ko'rayotgan bo'lsanglar. Agar sizlarda xuddi mendagi vaziyat bo'lib qolsa, nima qilamiz? Hammasini o'chiramiz. Menda endi bitta bo'lgani uchun hammasini o'chirib bitta butunga aylantirib olaman. Sizlarda bitta bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lib qarab tadbiq qilinglar. Mana menda dali ochildi. Dali ham bosamiz va bunga uстановка qilish boshlanyapti уже. Qaytarib o'taman. Menda hozir notebookimda faqat bitta dona SSD накопитель bor va uni kompyuter o'zi avtomatik 3 ta bo'limga bo'lib oladi. Men unaqa qilishni xohlamadimda, hammasini bittaga qaytardim va o'sha bittaga qaytarganimni ichiga yozyapman. Agar sizlarda ham SSD, misol uchun SSD sizlarda ikkita bo'lishi mumkin yoki
bitta SSD, bitta жесткий disk bo'lishi mumkin yoki har xil количествоda, har xil miqdorda xotira o'sha SSD yoki жесткий disk bo'lishi mumkin. O'shanga e'tibor berib, nimani o'chiryapman, nimani qilyapman, o'shani yaxshilab qaraylik. U yerda nima deydi? Qancha pamyati bor, yo'q, o'shanisiga qarab turib o'chiringlar. Agar qila olishingizga ishonchinglar komil bo'lmasa, tinchgina o'sha ustaxonaga olib borib, shu yerda sinfga qildirganinglar yaxshi. Lekin xavotir olmanglar, hech narsa buzilib qolmaydi. Agar sizlar o'zim qilaman deb turib, shunaqa vaziyatga kelib qolganda nimadir noto'g'ri qilib qo'ysanglar, hech ham xavotir olmanglar. Ustaxonaga borib, mana shunaqa qilmoqchi edim, shunaqa bo'lib qoldi desanglar, ular o'zi biladi, tushunadi nima bo'layotganini va ular o'zi hammasini boshidan chiroyli qilib beradi. O'shaning uchun agar o'zingizlar tavakkal qilib ko'raman desanglar, ko'ringlar, xato bo'lib qolsa, srazu qo'rqib vohma bo'lmanglar. Buni to'g'rilash juda oson. Vaziyatdan foydalangan holda sizlarga videoga like bosib qo'yishinglarni eslatmoqchi edim va agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish knopkasini bosib qo'yinglar va o'zingizlar xohlagan kommentariyalar yozsanglar bo'ladi. Lekin negativ qanaqadir izohlar, sizlarda nimadir o'xshamagan bo'lsa, meni ayblab, yomon negativ o'zingizlarni, yomon kayfiyatinglarni menga aytishingiz shart emas. Bu yerda mana shuncha bo'limi bor. Birinchi kopирование faylov Windows tugadi, bitishga bo'ldi. Mana bu 91% keldi. Bu ham hozir 100 bo'lsa bitishga bo'ladi va shunaqa har bittasi bo'lish kerak. Oxirida завершение bo'ladi, ya'ni tugaydi. Va tugagandan keyin sizlarga yana o'sha kompyuterni o'zingizlarga moslashtirib olishingiz uchun bir ikkita savollar beradi. O'shanga javob bersanglar bo'ldi, hammasi tayyor bo'ladi. Mana завершение bo'lgandan keyin mana bu oyna chiqdi, sinfga Windows. Rahmat. A few moments later. Kompyuterimiz o'zi перезагрузка bo'ladi. Bu tabiiy holat. Kompyuteringiz o'chib qaytib yonsa, bunga e'tibor bermanglar. Bu o'zim kompyuterim o'zining xatosi. Kompyuteringiz o'chib yonsa, hayron bo'lmanglar. Bu Windows sinfga bo'lib, перезагрузка bo'lib, o'zi обновление nimadirlar bo'ladi. O'ziga kelib olishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Sizlar buzilib qoldi, o'chib qoldi deb xavotir olib, qo'rqib o'tirmanglar. Kompyuter birinchi yonishi uchun ozgina ko'proq vaqt ketadi. Sababi o'ziga kerakli fayl papkalarni to'g'rilab olish kerak, kerakli ma'lumotlarni o'ziga saqlab olish kerak. Kutib turinglar deyapti. Hozir kutib turamiz. Region tanlayapti. Biz O'zbekiston tanlaymiz. Hozir O'zbekiston klaviaturani tanlayapti. Bu yerda temaganinglar ma'qul. Nima qilamiz? Yana klaviatura qo'shmoqchimiz, ya'ni hozir rus tili bor, bizga ingliz tili qo'shishimiz kerak. Inglizcha harflarni qo'shishimiz kerak. Biz angliyskiy США tanlaymiz, dalya bosamiz. Так, английский США. To'g'ri, добавить раскладку. To'g'ri. Bu yerda internetga ulaymiz deyapti. Bu yerda va men hozir ko'rinadimi yo'qmi? Bunaqa USB orqali Wi-Fi adapter uladim. Подключиться qilamiz va bu yerga yozamiz. Wi-Fi'mizning kodini yozamiz. Va kutib Endi internet orqali ulasanglar yaxshiroq bo'ladi. Agar internetingiz yo'q bo'lsa, net internet deysizlar, bo'ldi. Dalya bosamiz. Va bu hozir kerakli ma'lumotlarni, kerakli driverlarni yozib olish kerak bo'ladi. Unga ham qanchadir vaqt ketadi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, Windows o'zi aytayapti. Пока идет установка, вы можете расслабиться и отдыхать. Ya'ni ustunovka bo'layotganda sizlar bemalol dam olib tursanglar bo'ladi. Chunki bu qanchadir vaqt egallaydi baribir. Shuning uchun kompyuter tepasida o'tirishingiz shart emas. O'zbekka borib, sal choy poyinglarni ichib, ozgina yotib, dam olsanglar bo'ladi. Bu yerda elektronniy pochta, telefon yoki o'sha anaqalarni yozinglar deyapti. Sizlarda bor bo'lsa, Microsoftga ulangan qanaqadir uchetni zapisinglar bo'lsa yozasizlar, bo'lmasa yozmaysizlar. Sizlarda mana bunaqa oynacha chiqadi. Bu
yo'qda aytyapti, кто будет использовать этот компьютер deyapti. O'zinglarni otinglarni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Men bu yerga siz хороший запоминающий parol yozinglar deyapti. Parol yozmasanglar ham bo'ladi. Dalini bosamiz. Bularni yoqish xohlaysanmi deyapti. Xohlasanglar o'chirib qo'yinglar, bittadan o'qib chiqsanglar, nimaga kerakligini yozib qo'ygan. Menga bu narsalar xalaqit qilib, shuning uchun priznatni bosamiz. Va mana kompyuterimiz yonyapti. Qo'shimcha tayyorgarlik qilyapti. Ikkita savollar berishi mumkin. Endi e'tibor beringlar. Nimani so'rayotgan bo'lsa, o'shani o'zingizga moslab tanlasanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Yani tegida yozib qo'ygan не отключайте свой компьютер. Ya'ni bu jarayonda kompyuteringlarni o'chirib qo'ymanglar deyapti. Sizlarga maslahatim, agar notebookda Windows ustuni qo'yayotgan bo'lsanglar, notebookinglarni zaryadkaga qo'yib qo'yinglar. Agar zaryadkasi 100% bo'lgan taqdirda ham. Deyarli tayyor deyapti. Va mana Windows 10imiz tayyor. Mana Windowsimiz tayyor bo'ldi. Hamma narsasi chutki yangi korobkadan olinganda o'zingizga moslab bemalol to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Shu bilan videomiz tugadi. Agar video sizlarga foydasi teggan bo'lsa, like va podpiska bosishni esingizdan chiqarmanglar. Agar qanaqadir muammolar bo'lsa, kommentariyada savol bersanglar bo'ladi. Ilojim boricha javob berishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. We're running out of time. We were